Assalomu alaykum akalar, charchab qolmayapsizlarmi? Omonmisizlar? Meni ismim Masirjon. YouTube platformasida xudo xolasa ish yuritishni boshladim. Akalar, sizlar bilan qisqacha tanishib, ozgincha hayotimni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Akalar, 6 yildan beri shu avtomobil sohasi bo'yicha ish olib boraman. Motorist yo'nalishi bo'yicha. Akalar, endi hammali yoshligida qo'y mol boqqanu, o'sha qo'y mol boqqanimda shogird bo'lganda qo'y mol boqib yurganman. Dadam chaqirishgan, birorta ustaga shogird beraymi, borib kelasanmi deyishgan. Ha dada, shogird bering, borib kelaman. Zo'r usta bor deyishdi, motor qiladi deyishdi. Ha bo'ldi dada, gaplashing dedim. Haligi 3 kundan keyin so'radim, dada, hali usta nima bo'ldi, boramanmikan desam, usta safariga yetishibdi, kelsalar borasan deyishdi. Bir hafta o'tdi, 10 kun o'tdi, 15 kun o'tdi. Yana nima so'rab, borsam, usta safardan hali kelishmabdi. Chaqirgan yo'q, o'g'illari usta kelsa keyin olaman deyishdi. Bugun borarchi, usta kelib qolgandir deyishdi. Keyin ertalab vaqtli bordim. Hali hayajon bilan motorni ochib bir narsa qilaman deb kechqurun bilan o'ylab, endi yosh balaman, borib ustaxonaga borib assalomu alaykum dedimda. Assalomu alaykum bor desam, o'sha dadam gaplashib ketganlar ekan desam, isming nima desa, Masirjon desam, bo'lmasam ustilarni alishtirganmisan deyishdi. Ha desam, bo'lmasam mana bu narsani yuvib tur deyishdi. Hali narsa menga qiziq bo'lganda ana Matizda to'lari bor-ku, hali men narsasi o'shani olib o'zimcha yuvganman. Bilsam, hali u toza narsani men o'zim yuvib o'tirganman bir narsa qilib. Keyin shun bilan sekin-sekin o'zi asli sekin-sekin bilan moslashib, ustalar bilan, shogirdlar bilan, qolgan shogirdlar bilan moslashib sekin ishga olib kirilgan. Bu sohada ko'pchilik hali misol ishda eplolmaganman bir xil payt, qanday qilib yuborganman, bir narsani sindirib qo'yganman yoki tishkanlar qilinganda endi shogirdchilikda bo'ladi-ku. O'sha ishlar qilingan, ustidan gapni eshitiladi, so'kishni eshitiladi. Dadam oldiga boraman, dada shuna bo'lyapti, una bo'lyapti. Ustaxonaga bormayman deb har-hasha qilardim. Endi yosh bola endi jicha so'ksa nima ketadigan holat bo'lganda ko'taradi. Borganman, shuna so'kyapti, urishyapti desam, borasan, ishlaysan işte. Bittadan keyin bilan madkor bo'lib yurasanmi, 3 million, 4 million oylikka ishlab yoki ag'da-bag'da 200 ming, 300 ming oyliklarga ishlab yurasanmi, birovni qo'lida deyishdida. Hunarni egallab işte. Vaqt o'tkazib 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, maktabga bordim, ishga bordim, qarasam, o'sha ahvol chatadi, misol ko'rinyapti hayot, misol yosh katta bo'lgan sari sekin-sekin uruven bo'yicha bilinaverar ekan. Hali kattalar aytsa, naqsi nima to'g'ri bo'ladi, naqsi nima to'g'ri bo'ladi desa kattalar gapiga kirilmagan ekan. Misol yosh katta bo'lgan sari hayotni past balandligini odam sekin ko'ra boraverar ekanda. Bunday qarasam, o'sha o'rtalar hech qaysida qo'lida ish yo'q, hunari yo'q. Maktabni bitirgandan keyin nima qilaman degan savol men o'zim bo'ynimga tushdi. Misol o'qiyman deydigan bo'lsam ham 15 million, 20 million kontrakt edi. Kontraktga tushib bo'lsam ham dadamga qiyin bo'ladi. 10 ming, 20 ming dollar o'qishni bitirgunimgacha ketadi degan miya men o'zimni kallamga kelib bo'ldi-da, mas'uliyat tushib bo'ldi yosh katta 18 ga kirgunimcha. Endi bag'aga ishlamasam bo'lmaydi deb astoydil 2 yil, 3 yil ishlanildi. Xohlasa inshaalloh ustani oldida ham, Alloh taolada ham yuzim yorug' bo'lib, usta rozi qilib chiqdim. Uning ichida bir oylik armiyaga borib keldim. Keyin 2-3 ta joyda ishladim. Misol ag'da ustaxonada motor yig'magan bo'lsam, faqat usta bo'lib chiqib motor yig'dim-da, chunki ag'da ustani oldida, naqangina oldida ustada bu mas'uliyat bo'ladi. Usta ishlar topshirish kerak. Ayrim qiyin joylarini shogirdlarga berilmaydi. Lekin men ustaxona ochib, o'zim motor qilib yiqqandan keyin men o'zim o'zim hali yurg'izgan motorlarni maza qilib haligi pul muhim emas deydi. Hali birinchi ishim, birinchi motor yurg'izganman, o'ylanganman, ag'dan so'raganman, bitta pul yurg'izsam chotga turibdi-da motor, yarimta galga o'tab turibdi. Hali ko'nglimda taskin topdi. Hali akaga keyin 3 kundan keyin telefon qildim. Aka, mashina yaxshimi? Yaxshi yo'q. Ukajon, zo'r. Xudo barakasini bersin.
Motor zo'r chiqdi. Maza qilib yuribman deyapti. Ha demay dedim. O'zim ketkizgan vaqtimga 5 yil, 6 yil ketkizgan vaqtimga bekorga ketkizmabman degan narsa o'zim ko'nglimga keldi-da. Inshaalloh Allohdan so'rab, ish qilib, astoydil bitta ish, misol bitta ishmi, o'sha ishingizni eng professionalni, eng zo'ri bo'ling. Alloh o'shani martabasini ko'tarib qo'yaveradi-da. Alloh bandani oldida ham, boshqalarning oldida ham martabangizni ko'tarib qo'yaveradi. Allohning oldida yuzingiz yorug' bo'ladi. Akalar shuna qilib, inshaalloh avtomobil sohasiga shu 5 yil, 6 yil ichida kirib, o'zim yo'nalishim bo'yicha o'zim blog ochib, xudo xolasa yurg'izyapman. Bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qolasizlar akalar. Yangi ustaman, yangi o'zim ishim. Misol men bloger deb hisoblamayman o'zimni. Misol o'zimni ishimni bunday chiroyli narsalarni qo'yib kontent yuritgim keladi-da akalar bir tomondan. Bitta like bosib obuna bo'lib qo'ying akalar. Hamma xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Xudo xolasa zo'r kontentlarni qilib sizlarga olib chiqishga harakat qilaman. Qisqacha hayotimni tushuntirib, sizlarni zeriktirib qo'ygan bo'lsam, qimmatli vaqtlaringizni olib qo'ygan bo'lsam, uzr hammaga. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yasiz aka. Charchamang, sog' bo'ling aka, charchamang.